eng zo'r narsani aytaymi sizlarga. Agar inson, hozir tushunadi. Agar inson mana shu dunyoda ko'zi bilan ko'rgan narsa bilan bo'lishganda olam jannatga aylanardi. Ming afsus, biz ko'zimiz bilan ko'rgan narsaga ishonmaymizda, biz bir parcha qog'ozga ishonib, mana shunday ekan deb necha ming yillardan beri kelyapmizda, miyani ishlatmayapmiz. Ming afsus qizlar. Lekin ko'zni nimaga bergan Alloh taolo? Miyani nimaga bergan? Aqlni nimaga bergan? Ongni nimaga bergan? Ong ostini nimaga bergan? Xoy, mana shuni hammasini ishlatish kerak qizlar. Qachonki mana shuni hammasini o'zingiz ishlatasiz, o'zingiz analiz qilasiz, ana o'shandagina mana shu точно rost narsa bo'ladi. Потому что dunyodagi eng katta buyuk yolg'on bu so'z. So'z bilan yolg'onni zo'r yetkazsa bo'ladi. Xulq atvoringiz bilan, harakatingiz bilan yolg'on yetkaza olmaysiz. Xulq atvoringiz bilan, harakatingiz bilan yetkazsangiz u rost bo'lib chiqadi. Потому что u narsani siz ko'rsatib berasiz-ku, uni qilasiz-ku siz. Va u o'sha yolg'on bo'lmaydi. Yolg'onni bittagina yo'li bu so'z. So'z orqali odamlarni aldasa bo'ladi. Men esa so'zga ishonmayman hech qanaqa. Mana shunday odatim bor. Men ishonmayman men. Sababi Alloh taolo menga miya bergan, aql bergan, ko'z bergan, intuitsiya bergan, qalb bergan, yurak bergan, energiya bergan. Bilimlar, mana qancha bilimlar bor. Mana shuning hammasini qo'llanamiz. Allohga behisob shukr. Qo'llaning qizlar. Men sizlardan boshqa narsa talab qilmayapman. Ro'molingni yech, namoz o'qima, Makkaga borma demayapman. Qilavering, mayli, bemalol. Lekin qalbingiz toza bo'lsin. Qalbingiz toza bo'lsagina Alloh bilan bog'lana olasiz. Foydasi yo'q. Agar qalbingiz kir bo'ladigan bo'lsa, siz Alloh taolani ro'molingiz bilan, hijobingiz bilan aldayman deb o'ylamang. Hech qachon alday olmaysiz. Yaxshi ham alday olmaysiz. Bizani o'zbeklarga qo'yib bo'lsa, shu Allohni ham aldab ketsangiz-da, tashqi ko'rinishingiz bilan.